Salom nafsim, salom dunyo, salom Alloh. Qul bo'ldikmi dunyo ila bu nafsga aytib beray nafs haqida shu on nogoh. Nafs ham bordir yengilgan payt tarixga boq. Biling buni, nafsingizdan bir bayt, bir choh. O'qing ushbu men kitobin, bo'ling ogoh. Siz ham so'rang nafsingizdan, Robdan panoh. Shunda biling, nafsingizdir yetar guvoh. Xullas keling, diqqat qiling, shu on shu choh. Nafsingizga quloq solmang, Robbiz Alloh. Ali Qurboniy, muallif. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan buyuk bir asar Fotih Dumanning Men kitobi haqida gaplashamiz. Ichimda bir ovoz bor. Dunyoga kelibmanki, o'zimniki deb o'ylaganim o'sha ovoz. Hech to'xtamagan, har doim shivirlab turgan ovoz. Kimdir uni ichki ovoz desa, yana kimdir uni menlik deb ataydi. Ammo eskilar buni nafsning ovozi, nafs deb atashgan. Har bir kitobning o'z egasi bor deyishadi. Ajab emaski bu kitob siz uchun yozilgan bo'lsa. Ushbu kitobda voqealar xronologik bog'liqligi, zamon va makon xilma-xilligi bilan takrorlanmas hamda noodatiy qilib yozilgan. Biz o'zimizni bilaman deymiz. Aslida esa nafsimizni oqlaymiz xolos. Men kitobi esa bu yolg'onni sindiradi. Agar ichingizdagi haqiqatni ko'rishga tayyor bo'lmasangiz, bu kitobni aslo o'qimang. Sababi bu kitob sizni emas, nafsingizni ayblaydi. Shunday ekan, o'zingizni yaxshilab tayyorlang, chunki biz kitob tahqiqini boshladik. Ustozing dars tushuntirayotgan paytida seni chalg'itgan ham, nomahramlarga ko'zingni olib qochganingda seni unga qarashga majbur qilgan ham, kitobni o'qimoqchi bo'lganingda uni o'qishdan qaytargan ham menman. Ha, o'sha men nafsman. Siz va bizga o'xshagan bir yigit o'z emotsional barqarorligini yo'qotgan holda kezib yuradi. Maqsadsiz va manzilsiz. O'zi tasodifan bilmagan holda bir kitob do'koniga kirib qoladi. Tasodifan kirib qolganligini sezdirmaslik maqsadida kitoblarga birma-bir nazar solardi. Shu on kitob sotuvchi yigit o'z yordamini taklif qildi. Beixtiyor qo'lidagi kitoblardan birini tutqazdi. Avvaliga kitobni sotib olganligi uchun afsuslandi. Bu kitobni nazariga ilmadi. Yigit kitobni avtobusda o'qib ketar ekan, uning nafsi birdan isyon qildi va ko'zlariga uyqu keltirdi. Yigit avtobusda uxlab qoldi va ma'lum bir muddatdan so'ng avtobusda seskanib uyg'onib ketdi va o'ziga o'zi aytdi: "Nahotki meni kitob o'qishdan to'xtatib qo'ygan narsa bu nafsim bo'lsa, nahotki bu nafs bo'lsa", dedi. Bu asarda kitoblarda yozilmagan jang bayon qilinadi. Bu ayovsiz jang Aziz Mahmud Xudoiy hazratlari bilan uning nafsi o'rtasidagi jang bo'ladi. Aziz Mahmud Xudoiy bilan yoshlikdan birga bo'ldik. U gohida mening aytganlarimga kirar, gohida esa vijdonning gaplari ustun kelib, uning yo'liga yurar edi. U Bursa shahridagi Nazirzoda ismli ustozga shogird tushadi. Ustozidan juda ham ko'p ilmlarni egallaydi. Dastavval mudarris, so'ng esa shahar qozisi lavozimiga o'tadi. Uning bu ishlari mening ahvolimni tobora yomonlashtirdi va menga tinimsiz zarbalar yog'dirdi. Xudoiyning qissasiga qaytadigan bo'lsak, Xudoiyning qissasida uning hayot yo'lida tub burilish yuz beradi. Bir kun qozi Xudoiyning huzuriga bir notanish ayol kirib keladi.
erini har mavsum hajga borish niyatida yurganligini va unga sizga bu joiz emasdir. Axir kunimiz bir kunimiz och bo'lsa, keyingi kunimiz nima yeyishimizni o'zimiz ham bilmaydigan vaqtda nima qilasiz borib deb aytganimda eri o'shanda jahli chiqib, agar men bora olmasam sening boshing ochiq deb yuborganini o'zi ham biladi. Masala shundan iborat ediki, eri bir necha kun yo'q bo'lib qolgan va bir necha kundan keyin xotiniga hajga borib kelganini da'vo qilgan edi. Shunda qozi erini ham chaqirtirishni buyurdi. Shunda erini chaqirtirdi va qoziga ham da'vosini takrorladi va uning guvohlari borligini ham aytdi. Qozi guvohni chaqirtirishni buyurdi. Tavozir bilan kirib kelgan guvoh eski purush Mahmud ota edi. U inson, yuzi nurli, soch soqoli oqargan, haybatli valilardan biri edi. Qozi Mahmud nafsining fitnasi bilan voqeaga umuman ishonmadi. Eski purush Mahmud ota shunday so'zlarni aytdi. Allohga osiy bo'lgan shayton har ishni qila olishiga ishonasan-u, Allohning izni bilan Allohning bir do'sti qila oladigan ishga nima uchun ishonmaysan, dedi va chiqib ketdi. Bu so'z qozining fikr xayollarini band qildi. Yarim kechasi Qozi Mahmud Qur'on tilovatiga kirishdi va uning fikr xayolini bir oyat o'g'irladi. Nomari amalingni o'qi. Bu kun o'z nafsing o'zingga yetarli hisobchidir. Bu oyat ham nafs haqida Aziz Mahmud Xudoyini tafakkur qilishga undadi. O'sha kuni tunda uning tushiga jannatiy deb o'ylagan ustozi kiradi va u azoblanayotganini ko'radi. U bir misrani juda ham ko'p takrorladi. Faqatgina nafs dedi va u seskanib uyg'onib ketdi. Qozi afandi uyg'onib ketgach, o'ziga o'zi "Sen kimsan ey nafs?" dedi. Bu belgilar qozini Mahmud otaning Allohning do'sti bo'lishiga sabab bo'lgan ustozini huzuriga yetaklab bordi. Bu yo'lda hatto nafs unga juda katta qarshilik ko'rsatdi. Hatto unga ustozi shayton ham yordam berdi. Biroq qozi Mahmudning Allohning do'sti bo'lish niyati uning bu yo'lda sobit qadam tashlashiga sabab bo'ldi. Qozi afandi asl ismi Muhammad Muhiddin, laqabi Uftoda bo'lgan zotning huzuriga borganida u zot qozi afandini rad etdi va shunday dedi: "Bu yer yo'qlik dargohidir. Bu yerga to'qlik va borlikdan kelganlar qabul qilinmaydi. Siz qozisiz, sizning mol-mulkingiz behisobdir. Sizni bu yerga qabul qila olmayman" dedi. Qozi afandi bunday javobni kutmagan edi, biroq niyati qat'iy bo'lgani sababli ustozga yalinib yolvoradi. Uftoda hazratlari esa uni faqatgina 3 shart bilan xonaqohga qabul qilishi mumkinligini aytadi. Shu shartlarga rozi bo'lsagina uni qabul qilishini aytdi. U dastavval mol-mulkidan, keyin esa maqom martabasidan va oxirida esa nafsidan voz kechishi lozim edi. So'ng Uftoda hazratlari bu gapni aytgach, qozi afandi anchagacha o'ylanib qoladi. Sababi bu kungacha erishgan narsalardan u bir kunda voz kechishi kerak edi. Va qiyin bo'lsa-da qozi afandi bunga rozi bo'ladi. Shunda Uftoda hazratlari unga birinchi imtihonni beradi. Bu imtihon shunday ediki, u ustidagi qimmatbaho hashamatli bo'lgan liboslarni yechmagan holda xaltaga jigar solib, yelkasida olib bozorda sotishi kerak edi. Aziz Mahmud Xudoyi barcha narsasidan ketishi mumkin, obro'sidan ketishi mumkin, lekin bunga nafsi nima deydi? Nafsi tish tirnog'igacha harakat qilib Uftodaning bergan so'zlarini, aytgan topshiriqlarini qildirmaslikka Aziz Mahmud Xudoyiga to'sqinlik. Lekin Aziz Mahmud Xudoyi qancha ikkilanishlar, qancha muammolarga qaramasdan o'z nafsini yengadi va 1001 hijolat ila yelkasiga jigar solingan xaltani ko'tarib
bozorda savdoni boshladi. Avvaliga hamma insonlar kuladi. Uni darveshga, uni jinniga, uni aqldan ozganga chiqarib. Ha, to'g'ri. Ancha qiyin bo'ladi. Lekin Aziz Mahmud Xudoyi bu ishlarni eplay oldi va jigar sotish imtihonidan ham o'tadi. Aziz Mahmud Xudoyi ilm yo'lidan darveshlik yo'liga, xonaqoh ta'limiga o'tdi. Qalbini isloh qildi va nafsini yengishga harakat qildi. Kunu tun bo'lgan janglarda sekin astalik bilan Aziz Mahmud Xudoyi o'z nafsini yengadi hamda ulug' bir maqom martabalarga ko'tarilishni boshladi. Aziz Mahmud Xudoyida ulug' karomatlar, avliyolarga xos bo'lgan ulug' xislatlar paydo bo'ldi. Aziz Mahmud Xudoyi o'z nafsini yengish uchun ustozini har bir so'zini juda mahkam ushladi. Ustozi bir kun qorni to'q insonni nafsga moyilligi yuqori bo'ladi. Shundan boshlab har kuni kerak bo'lsa kunlarni ulagan holatda roza tutardi. Juda ko'p Qur'on o'qir, qalbini isloh qilar, ustozining gaplariga, ustozining bergan topshiriqlariga juda mahkam bo'lar edi. Juda ko'p kitob o'qiganidan, juda ko'p ilm olganidan uyqusizlikdan aziyat cheka boshladi. Bir kun nafs uni saharga yaqin yengdi va saharga yaqin uni uyqu oldi. Nafsi juda ham xursand holatda edi. Aziz Mahmud Xudoyi azon ovozi bilan uyg'ondi. Talvasiga tushib qoldi. Nima qilarini bilmay qoldi, chunki u ustozining tahoratiga suv isitishlik kabi ulug' bir martabani, ulug' bir vazifani bajara olmay qolgandi. Ko'chaga chiqdi, har yerga yugurdi, har narsa qildi, lekin qanday qilib qisqa vaqt ichida suvni isitishni bilmadi. Shunda cho'gindi bag'riga bosgan holatda Allohga iltijo qila boshladi. Yo Allohim, yo Robbim, yo Parvardigorim, endi nima qilaman? Yo Allohim o'zing nusrat ber, yo Allohim o'zing panoh ber. Boshqa qiladigan ish, boshqa narsa uning xayoliga kelmasdi. Shunda ustozi o'z xonasidan chiqib kela boshladi. Tavozi bilan kelayotgan ustozni hatto Mahmud Xudoyi sezmay qoldi. Ustozi o'tirdi. Yenglarini shimargan holatda suv quyishiga ishora qildi. Avvaliga Aziz Mahmud Xudoyi suvni quyishga tortindi. Lekin ustozining aytganini qilmaslik bu juda ham yomon amal ekanligini bilgan holatda u suvni quydi. Birdaniga ustoz seskangan holatda qo'lini suvdan tortib oldi. Aziz Mahmud Xudoyi sovuq suv quyganiga ustozini hurmatsizlik bilan qarshi olganiga juda ham xafa bo'lgan holatda edi. Lekin ustozi go'zal bir tabassum bilan Mahmudga aytdi. Ey Mahmud, bizning xonaqohimiz endi senga tor. Bu suv o't tafti bilan emas, balki qalbingdagi ishq otashi bilan qaynaganini, isiganini bildik. Bu suv bizni ham qalblarimizni kuydirdi. Bizni qo'llarimizni kuydirdi. Endi bu xonaqoh senga kichikdir. Endi bu xonaqohda senga o'rganadigan ilm qolmadi dedi. Shundan keyin voqealar rivoji bo'ladi. Aziz Mahmud Xudoyi oliy maqomlarga, eng oliy maqom Alloh taoloning do'sti, valisi, avliyosi bo'lishlik maqomiga erishadi. Va kitobimiz shunday go'zal, shunday ulug' maqomlar bilan yakuniga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammangizga sog'lik, salomatlik, nafs bilan bo'lgan janglarda doimiy g'alaba qozonish, nafsning fitnalarini o'rganish va ularga qarshi turishga o'zingizda ishonch hamda shu kabi buyuk avliyo va suflarimizdan o'rnaklar olishingizni
Sog' bo'ling, salomat.